Nafaqat shoir, balki o'tkir syujetli qisqa hikoyalar ustasi, sho'ro davri adabiyotining ulkan ustunlaridan biri G'afur G'ulom haqida bilganlarimizni siz bilan o'rtoqlashamiz. U 1912-yili 9 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan yetim qolgan. Og'ir turmush sharoiti bois oliy ma'lumot olishga ulgurmadi. Biroq hayot atalmish darsxonada obdon o'qidi. 1917-yildagi oktyabr to'ntarilishi yetim bolalar sonini yanada ko'paytirgandi. Hukumat majbur bu bolalarni qaramog'iga olar, ulardan sho'ro hukumatiga xizmat qiladigan kadrlarni tayyorlashga umid bog'lardi. Oktyabr to'ntarishidan keyingi yillarda muallimlar tayyorlov kursini bitirib, yangi usuldagi maktablarda o'qituvchilik qildi. Ko'p o'tmay Ma'naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo'lib ishlaydi. Bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi va o'zi mudir hamda tarbiyachi bo'lib faoliyat yuritadi. So'ng Kambag'al dehqon, Qizil O'zbekiston, Yer yuzi, Mushtum, Sharq haqiqati gazetalarida adabiy xodim, maxsus muxbir bo'lib ishlaydi. Gazeta uning uchun Dorul Funun rolini o'taydi. Xalq hayotini o'rganish, unga faol aralashish yo'lida muhim vosita bo'ladi. Shoir shuningdek Pushkin, Lermontov, Griboyedov, Mayakovskiy, Nozim Hikmet, Nizomiy, Shekspir, Rustaveli, Dante, Bamarshe va boshqalarning asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjimasi, shu bilan birga adabiyotshunoslik va publitsistik maqolalari bilan mashhur. G'afur G'ulomning ko'pgina asarlari Osiyo va Yevropa xalqlari tillariga tarjima qilingan. Shoir 1930-1935-yillarda salmoqli ijod qiladi. Biroq uning ayrim asarlari hozirgi davr talablari darajasida emasligi sezilib qoladi. Uning partiya, vatan, Lenin, oktyabr haqidagi she'rlarda ham zamonasozlik mayllari sezilib turadi. Shu tufayli shoir ijodi bugungi kunda biroz tanqidiy yondashishni taqozo etadi. Adib barhayot davridayoq shaxsga sig'inish ta'sirida yaratilgan ayrim asarlarni qayta ko'rib chiqqan. Ayrim misralarni yangidan yozib, she'rga tabiiylik va hayotiylik bag'ishlagan. Xuddi shu hol uning Kuzatish, Sen yetim emassan she'rlariga ham xos bo'lib, ular ham adib tomonidan qayta ishlangan. To'g'ri, uning she'rlarida firqa, siyosat, mafkura, tuzum va jamiyatning badiiy ijodga ta'siri, san'atkor dunyoqarashiga tazyiq bilan izohlanuvchi cheklanish, kamchiliklar yo'q emas. Lekin shoir asarlarining ijodiy yuzini, o'zligini, qadr-qimmatini bunday asarlar belgilamaydi. G'afur G'ulom 1939, 51 va 63-yillarda 3 marotaba Mehnat Qizil Bayroq ordeni hamda 3 marotaba Lenin ordeniga munosib topilgan. 1943-yildan O'zbekiston Fanlar akademiyasi a'zosi. Sharqdan kelmoqdaman she'rlar to'plami uchun 1946-yili 2-darajali Stalin mukofoti bilan taqdirlangan. 60 yillik yubileyi munosabati bilan O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvoniga loyiq topilgan. O'zbek she'riyatining otashin jarchisi, ulkan so'z san'atkori G'afur G'ulom 1966-yil 10-iyulda Toshkentda vafot etgan va Chig'atoy qabristonida dafn etilgan. Vafotidan so'ng buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan.